U asta o'rnidan turdi, yonimga kelib, orqamdan tushib ketgan sochlarimni sekin siladi. Shu on yuragim hapriqib ketdi, butun tanamdan to'lqin yugurdi. Ko'zlarim beixtiyor jim qotdi. Erim vafot etganiga 2 yildan oshgan edi. U dunyodan o'tganida men ham go'yo o'sha zahoti umrimni yo'qotgandek bo'ldim. 28 yoshimda beva qoldim. Qaynotam, qaynona va qayni ukam bilan bir uyda yashardim. Kunlarim shu hovlida, shu odamlar orasida o'tardi. Qayni ukam Azizbek mendan 3 yosh kichik edi. Biroq u yoshiga yarashmagancha baquvvat, kelishgan, qo'llari quvvatli, doim hazilkash yigit edi. Oldinlari meni opa deb hurmat qilar, ko'pincha maslahat so'rardi. Lekin erim olgandan keyin uning qarashlari o'zgara boshladi. Go'yo ko'zlaridan ayta olmaydigan gaplari bor, ichida yashirin o't yonayotgandek edi. Men esa o'zimni qattiq tutar, ichimdagi bo'shliqni sabr bilan to'ldirishga urinar edim. Lekin ayol yuragi sezgir bo'ladi, odamning qarashidan ham nima demoqchi ekanini bilib oladi. Azizbekning nigohi ko'pincha sochlarimga, yuzimga tushar, orqamdan tushib qolgan zulfimni uzoq kuzatar edi. Bir kuni ertalab hovli jimjit payt edi. Qaynota va qaynona bozorda, uyda faqat men va Azizbek qolgandik. Oshxonada idish-tovoq yuvayotganimda u kirib keldi. Suv ichdida divanga cho'zildi. Keyin menga qarab, "Opajon, siz charchab ketgansiz", dedi ohista. Men jilmaydim. Ha, hayot oson emas. U asta o'rnidan turdi, yonimga kelib, orqamdan tushib ketgan sochlarimni sekin siladi. Shu on yuragim hapriqib ketdi, butun tanamdan to'lqin yugurdi. Ko'zlarim beixtiyor jim qotdi. Azizbek qo'lini tez tortib oldi, xuddi xato qilgandek yuzini chetga burdi. "Kechiring", dedi u past ovozda. "Men sizga bunday qarashim kerak emas edi." Men esa unga qarab jim qoldim. Yuragimda esa allaqachon nimadir o'zgarib bo'lgandi. Birinchi marta qayni ukam bilan oramizda yashirin his paydo bo'lganini tan olgandek bo'ldim. Kunlar o'tdi. Har kuni u men bilan ko'proq suhbatlashar, kichik ishlarda yordam berar, men esa o'zimni bilmagan odamday tutardim. Kechalari uy jim bo'lganda uning qadamlari eshitiladigandek tuyulardi. Bir oqshom yomg'ir yog'ib, hovli ichida sovuq tushdi. Men xonamda kitob o'qib o'tirardim. Darvoza yopiq, hamma yoq sokin edi. Shu payt eshik asta ochildi. Azizbek ichkariga bosh suqib, hijolat tortib, "Opajon, sovuqdan uxlay olmadim", dedi. Men unga qarab jim qoldim. U ichkariga kirdi. Yomg'irning shovqini tashqaridan eshitilar, xona ichida esa sukunat hukm surardi. U yonimga yaqinlashib, qo'li bilan yana sochlarimga tegdi. Uning qo'li sekin sochlarim ustida to'xtadi, men esa yuragimni qo'lim bilan ushlab olgim kelardi. Yomg'irning tomchilari deraza ortidan bir maromda yog'ar, xona ichida esa faqat yurak urishim eshitilayotgandek edi. Azizbek bir zum jim turdi, keyin asta pichirladi. "Men sizni juda hurmat qilaman, lekin yuragimga buyruq bera olmayapman." Bu so'zlar meni titratib yubordi. Birinchi marta qayni ukamdan bu qadar samimiy ohangda gap eshitardim. Ko'zlarimni yerga tikib jim qoldim. Go'yo sukutim bilan hammasiga javob bergandek edim. Shu kundan boshlab hayotim butkul boshqa ohangda davom eta boshladi. U endi menga faqat qayni emas, balki yaqin insondek qarar, men esa o'zimni tutishga harakat qilsam-da, ko'nglimdagi hislarni yashira olmasdim. Uy ichida har kuni oddiy holatlar bo'lib o'tsa-da, bizning orasimizdagi yashirin sir, yashirin qarashlar hammasini boshqacha ma'no bilan to'ldirardi. Bir kuni ertalab bog'da sabzi yulib, birga tozalayotganimizda u qo'limdan pichoqni olib qo'ydi. "Qo'lingiz qattiq ishlardan charchamasin", dedi. Men jilmayib, "Men sizni onangiz kabi qarashga odatlangandim-ku, endichi." U esa past ovozda, "Men sizni boshqacha ko'ryapman, opajon." Bu gapni eshitib ko'zimda yosh qalqib chiqdi. O'zimni qattiq tutishga urinsamda, yuragimdagi bo'shliqni u allaqachon to'ldira boshlaganini his qildim. Kechqurunlar hovli chetidagi supada birga choy ichib o'tirardik. Qaynona va qaynotam televizor ko'rib ovora bo'lishar, biz esa so'zsiz ham bir-birimizni tushunardik. Har safar choy quyayotganda qo'llarimiz tegib ketar, men titrardim, u esa nigohini chetga olar, ammo ko'zlari menga qayta tushishini bilardim.
Bir kuni esa boshqacha voqea yuz berdi. Qishning sovuq kechalaridan biri edi. Elektr o'chib qoldi. Uydagilar deraza oldida chiroq yoqish bilan ovora bo'lishdi. Men esa xonamda o'tirardim. Shu payt Azizbek sham yoqib kirdi. Shamning xira nuri uning yuzini yanada jiddiy ko'rsatib qo'yar, ko'zlari esa yanada chuqur jilva berardi. U shamni stolga qo'yib, sekin yonimga o'tirdi. "Qo'rqmadingizmi?" dedi u. "Yo'q, faqat uy sokin bo'lganda yuragim tezroq uradi", dedim jilmayib. U esa menga tikilib qaradi, ko'zlarimga qadalgan nigohidan qocholmadim. Qoli yana sochlarimdan o'tdi. Bu safar men ortga chekinmadim. Faqat ko'zlarimni yumdim. Shu paytdan boshlab bizning taqdirimiz bir-biriga chirmashib ketdi. U meni asrabavaylar, ortiqcha so'z qilmas, ammo hislarini har bir harakatida bildirardi. Men esa